Assalomualaikum. 70'lar inkubatorimiz qanday ishlatishni to'liq video ko'rsatib beraman. 70'lar inkubatorimiz birinchi mana bu yerga to'kta suqamiz. Mana bu haroratlarimiz ko'rinib turibdi. O'zimiz nastroyka qilib qo'yganmiz bunisini. Ichini ochamiz. İçini ochganimizda mana bunday mana kitobchasi chiqadi. Bu kitobchasida mana bu yerda Telegram kanalimiz bor. Bu yerdan skaner qilsanglar, o'zi shu video chiqadi. Mana bu yerda kanalimizni nomi bor mana. Nomerlari bor mana. Orqasida graduslarni yozib qo'yganmiz tayyor qilib. Tushunmaganlar uchun mana bu yerda Telegram kanalimizni videosi bor. Mana bu yerda bu poklar, tuxumlar teriladi. Shuni pastga qilib, mana yonbosh bo'lgan holatda tuxum teriladi. To'g'ri yonbosh qilib olsanglar osonroq bo'ladi. Shuni pastga qilib, mana bu yerdan terib tepaga qarab ketiladi. Qimillab qolgan joyiga sindirib po'kaydi. Orasiga qistirib qo'yiladi. Buni balansировкасini tuxumda iloji boricha bir xil qilib teringlar. Bir tomonga bunday yoki bunday emas. Balansировкасini bir xil terib, mana bir bu uporiga qadab turib, yoqasizlar mana. Oxirgi holatga qadaldi. Bu motor mana. Shu motorni ishlatish bu. Minus tomonga bosib qo'yamiz. Motor 2 soatda bir aylanadi. Minus tomoni ishlaydi. 19-kuni eslardan chiqmasin, 0 tomonga tushirib qo'yasizlar. 19-kuni mana bunaqa tekis ровный holatga qo'yib qo'yiladi mana. Ровный holatga qo'yib, tuxumlarni iloji bo'lsa tekshirib urug'lanmaganini olib tashlasanglar, keyin qolganini bu yerga yotkizgan holatda teriladi. Undan keyin mana bu yerdan issiq suv quyiladi. Iliq suv, issiq suv quyiladi. Mana bu yerda idishimizga iliq suv tushadi. Bu suv idishimiz xuddi shu yonmasha holatda turadi mana. Bunaqa holatga qo'yib qo'ysalar, bu laptopga mushayat qilib qolishi mumkin. Shuning uchun shu o'rtasida mana shu yerga qo'yib bir 0,5 litrcha suv quyasizlar bunun ichiga. Iliq suv. Bu yerda kullarimiz o'zi isitib o'zi o'chib yonib ishlaydi. Mana bu datchigimiz, bunisi issiqlik, bunisi namlik. Tuxum terganlardan keyin ustiga shuni qo'yib qo'yasizlar mana. Bo'ldi. Hech qayerga tegmaydi. Suvni tugashini qanday bilamiz deganlar uchun mana bu yerga qaraysizlar. Mana bu katta sifr raqamligi pastga qarab ketadi. Masalan 60 bo'ladigan bo'lsa, 50-40 bo'lib pasayib ketayotgan bo'lsa, o'sha suv tugayotgan bo'ladi. Suvni quyasizlar, shunga qarab turib. Mana bu burchadagi gradus endi bu jam muhim emas, asosiy bunisi. Keyin mana tuxumni qisqacha mana ko'rinishi. Mana shu holatda teriladi. Mana burchalariga po'kaklar qistirsanglar, shu tuxumlar o'ynamaydi, qimillamaydi. Keyin buni gradusini o'zgartirish uchun mana bu yerda set mana. Bitta bosamiz. Bu raqam o'ynayapti. Mana pastlayapti. Mana qilib pastlatib, mana tepasini bosib ko'tariladi. 37-8. Qolgan nastroykalarga iloji bo'lsa tegmaysizlar. Bu timlar tegilmaydi. Endi mana bu yerda namlik harorati, namligi 70-80 bo'lib ketsa, shuni mana ozgina ochib qo'yasizlar mana. Bitta barmoq sig'maydi, bitta qalam sig'adi mana kichkinagina. Shu yetarli. Toza kislorod havo kirib turadi. Xo'p. Hozircha shu video shularga qarab to'liq ochirib olsanglar, xudo xolasa yaxshi chiqadi. Yana bir narsa aytish yodimga ko'tarilibdi.
12 kun tuxumni terilgandan keyin 12 kun ichida bu qopqog'ini ochmaymiz. Mana. Qopqog'ini 12 kun ochmaysizlar. 12-kun, 13-kunga o'tgandan keyin shu qopqog'ini olamiz. 5 minut bularga ichki etga, buyutlarga tegmaymiz. 5 minut ertamanda, 5 minut kechki payt xonasini havosini o'zgartiramiz. Toza kislorod havo kiradi. Xo'p. Yana